Mana hozir ko'chada qo'yoq go'shtini osh qilyapman mana. Boshlig'im bilan birga bir osh qilyapti dedi. Endi bilmayman, hayotimda birinchi marta birga bir qilyapman. Bir kilo go'sht, bir kilo dumbani yirtib oldim. Qozonga chiqib ketdi. Voy. Qo'yoqni buni qara. Tungan zo'r bo'ldi. Şimdi pişirib olib, suvni qo'yib, tillarimni o'chib olay deb qopdi-yu. Ana shunaqa gaplar. Buni osh qilib deb turibdi. Yo'q deyman, aka, bo'pti dedim. Shunga oshni boshladik mana. Boya uxlagandik. Mana. O'xshab qopdimi? Guruch top chiqib, qor yog'yapti. Mana qor kecha ko'rmadim dedik mana. Guruchlar tayyor, hamma narsa bor. Guruchni yuvib oldim, suvdan keyin tashlayman-da, to'g'rimi? Gaplashamiz mana shu.